Dolzarb kasalliklardan biri bu yurak kasalligi, qon bosimi, sahr, semirish kasalligi. Bundan tashqari buyrak kasalliklari bor. Buyrakda tosh bo'ladi, shamollaydi masalan. Mana shu 5 ta kasallikka tabiiy yo'l bilan yordam bergan mahsulot sizlarga aytaman. Atiga 34 ming so'm, 35 ming so'm turadi. Adashmasam, mana bu mahsulot kardamon. Men hech qanaqa bloger emasman, reklama qilmayman. Oddiy shu choy ichadigan odamman. Internetda qidirib ko'ringlar, ishonmasanglar, kardamon mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Kardamon deb yozsanglar internetda o'zlaringiz ma'lumotni olishingiz mumkin. Lekin mana shu choyning o'zida ham ma'lumot yozilgan. Asabni tinchlantiradi, yurakka foydasi bor, o'pkaga, bronxlarni tozalaydi, jigarga, pochkaga juda ko'p foydalari bor. Kardamon choyini ko'pchilik bilmaydi buni, lekin doktorga borib million xarajat qilib dori ukol olgandan ko'ra mana shu 100% javob beraman. Chunki bu narsani biz ancha yillardan beri ichamiz. O'zim ham ichaman shu narsani. O'zim ham oldin energetik mahsulot ichib yurgan odam sifatida aytish mumkin. Shuni ichish boshlaganimdan keyin energetik napitka ichish tashlaganman. Shunaqa. Rahmat hammaga. Bu tavsiya shunchaki. Odamlarga manfaatli bo'lsin degan ma'noda o'zimni tajribamdan kelib chiqib shu gapni aytdim sizlarga.